Kotel zamena geldik yine. Germanski boşluğu var ekan beri. Xeyr koyup beramiz. Buzalar begasi xaripti bundan. Şunun görünüşte. Yılı könerak okşattı ama. Çilagan bu. 2003 yılagan könegan axı bu yılı. Yine. Şundan etibar tingladim mi aldığında? Al bak kotel. Yılı köne bolsa ürtidelegan ürtidi. Bunun görünüşte. Atıp verdik o kotelni. Az xeyir masamız da olmasa. Bitti bu kotelon. Olmasa. 37. Podachaga bir nasos tashlab berganmiz yine. Borib ketib turgan yeri ko'p. Idishlomator qo'yib berganmiz. Boklar ishlab turibdi o'zini. Gaz reduktorlarni ildirib berganmiz, dog'lab yana cho'tkadi. Kapalak kranlarni o'zgartirib. Olmasa cho'tka ishlashar 32lik xeyir bo'ladi. Proline. Sensor. Datchiklari bayana davleniyani ko'rsatadi. Gradus 70'te tutuyordu. 1 volta давление. Podacha nasos yine. Uratkada dishlomator qo'yib berganmiz. O'zining reduktorlari, filtrlari, shlankalarni o'zgartirib, traniklarni qo'yib berdik. Yine waterproof. Baklari bor edi o'zini. Shuning görünüşte. Şu koteldan bosib berarasiz, cho'tka ishlab turibdi.